vaqtida namoz o'qimayotganlar insof bilan etinglarchi. Bir kunda 11 marta onanglarni, otanglarni duo qilyapsizlarmi? Kecha qildinglarmi shuni duoni? Qilganinglar yo'q-ku. Bechoralar nima qilsin endi? Sizlarni tug'ib dunyoga keltirib, yedirib ichirganda, bugun endi sizlardan ajr kutadigan paytda turpog'i, qabri turpog'ini yalab yotibdi-ku ular. Azobda yotibdi-ku ular. Ularning nima Xudoga yozgani bor edi? Nima gunohi? Sizlar sizni dunyoga keltirib, yedirib ichirib qo'yganimi gunohi? Axir sizni katta qilaman deb vaqtida namoz o'qiy olmadi-ku. Sizni yediraman deb vaqtida roza tuta olmadi-ku. Endi azobi kammi endi ularni? Loqal biz insof bo'lib, Parvardigor endi otamni kechirgin, onamni kechirgin deb bugun duo qilmaymizmi? Namozni turib duo qilmaymizmi?